Sultanov Motors ambasadori sifatida bugun aynan Toshkent Humo Arenada Swift S06 hamda T1 taqdimoti bo'lib o'tdi. Ikkala mashinaning ham maksimal qulayliklari, narxlari va komfortlari to'liq tushuntirib berildi. Undan tashqari, butun arab davlatlariga qirolga aylanayotgan legenda G700 surpriz tariqasida taqdimotga qo'yildi, ya'ni ko'rinish berdi. Birinchi ko'rinishi haqiqatda maxluq. Undan tashqari T2 gibrid varianti ham taqdim etildi. Bu hali hammasi emas. Ko'rishingiz mumkin. Swift S08 narxini eshitsangiz umuman lol qolasiz. Li 9 ni kushandasi deb mana shuni aytishadi, chunki to'liq barcha komforti Lidan ustun, narxi esa ancha arzon, naqd 7 yillik kafolat deyishyapti. Swift S06 hamda T1 modellarini bemalol Buxoro Sultanov Motors Jitur Buxoro yo Swift Buxorodan kelib xarid qilishingiz mumkin. Birinchi mijozlarga juda ham katta bonuslar va'da qilishmoqda. Mana bu esa T1. Azaga qanday mashina to'g'risi? Zo'r, yo'q qilik. T1. Niyat qilikda. Niyat zo'r. T1 modelini ham gibrid varianti bor, ham 2 turbinali variantlari mavjud. T1 Swift S06, G700, S08, T2 gibrid. Barcha yangi modellarga uzoq yillik kafolatlar, servis xizmatlari barchasi mavjud. Mashina olaman deyotganlar, ishonchli avtosalon Buxoroda bu faqat Sultanov Motors. Aynan Sultanov Motorsni sizlarga 100% ishonch, halollik bilan tavsiya eta olaman. Sultanov Motors doim bir qadam oldinda.